hozirgi kunda klientlarimiz asosan budjetniy variantiga arzon telefonlarni xohlaydi hamda arzon bo'lsin va xotirasi katta bo'lsin deydigan mijozlarimiz uchun yengilli 13C 14C telefonlarimiz 256 talik bo'ladi. Xotirasi narxlari ham juda ham arzon, ya'ni 1.550.000 dan 256 talik yangi upakovkada Redmi original kompaniyasini bizdan olsanglar bo'ladi. Yana sizlarga taklif Poco kompaniyasidan Poco C65 telefoni, bu ham xuddi shunaqa 256 talik bo'ladi. Buni narxi atigi 1.700.000. Buni o'yin o'ynaydigan PUBG xor klientlarimizga men tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi PUBGda necha ochishini bilmayman, lekin imенно mana shu Poco imенно игровой hisoblanadi. O'shaning uchun buni ulgurib qolinglar 1.700.000 ga olishga. Bundan tashqari Oppo kompaniyani bilasizlar, bu hech qachon o'zidan podelka telefonni hech qachon rozilik bildirmagan kompaniya, sababi juda ham katta kompaniya. O'shaning hisobiga buni ham narxi bizda 1.550.000 qilib beraman. 256 talik bo'ladi. Bu ham yangi upakovkada, pechatkalari bor, kameralari ham juda ham zo'r. O'yinligi ham juda ham zo'r bo'ladi. Mana shu 4 ta telefonni sizlar shunaqa budjetniy narxda, ya'ni o'sha bilasizlar, bunaqa narxda asosan o'zi bu ishlatilgan telefonlar olsanglar bo'ladi. Lekin bizda, ya'ni Rayhon Mobile'da именно shu narxga shunaqa zo'r telefonlarni arzon narxdan olsanglar bo'ladi. Mani yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska tugmasini bosing. Agar videoim yoqqan bo'lsa, layklarni kutaman.